Men ismim Humoyun Mirzo. 7 yildan beri buxgalteriya sohasida ish faoliyatimni olib boraman. Faoliyatim davomida xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, davalskiy usluga qurilish, umumiy ovqatlanish va boshqa sohalarning buxgalteriyasini yuritganman. Kursga kelishdan oldin soliq kodeksini o'qishga juda qiynalardim. Implas o'quv markaziga kelganimdan keyin soliq kodeksini o'qishdim. O'qish davomida imенно nima o'qiyapman va u imенно отчетlarda qanday ta'sir qiladi va o'sha soliq kodeksiga asosan qanday imtiyozlarni qo'llasa bo'ladi, qanday imtiyozlar o'zi mavjud, o'shalarni amaliyotda qo'llab ko'rdim. Implas o'quv markazini nafaqat tavsiya qilaman va men o'zim yana qayta kelib o'qishga hozir ishtiyoqim bor. Hozir Glavbox kursini bitirgan bo'lsam, уже keyingi oyda nasib etsa soliq ekspert kursiga kelmoqchiman. Shu vaqtgacha Zamira Jo'rayevani kurslariga kelgan bo'lsam, bizda mana shu imенно Glavbox kursida kollaboratsiya bo'ldi. Ya'ni Alisher Niyazov ham bizga dars o'tdilar va menda Alisher Niyazovning darslariga kelishga ham qiziqish uyg'ondi va Alisher Niyazovni har bitta kursda o'qib chiqish hozir yillik reja dastur qilib qo'ydim. Imенно Zamira Jo'rayevani qaysi kurslarda o'qiyman va Alisher Niyazov qaysi kurslarda o'qiyman. O'zim uchun yillik dastur qilib qo'ydim. Implasni hammaga tavsiya qilaman, albatta kelinglar. Implasda o'qisanglar nima bo'ladi? Birinchi navbatda bilim malakangiz oshadi va daromadinglar ham shunga yarasha oshadi.